Hurmatli kuzatuvchilar, uylardan, dalaylardan, uchastkalardan, ishxonalardan quduq chiqarmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, men sizlarga ishiga javob beradigan yaxshi quduqchi akalarimni hozir tavsiya qilib qolaman. Ziyoddin akam bilan Imom akam juda ham tajribasi yuqori quduqchilardan. Hozir men sizlarga Iminni quduq chiqarayotgan obyektidan to'g'ridan-to'g'ri video olib beraman. Like bosib, shunaqa quduqchi akalarni qidirib yurgan akalarga videoni tashlab qo'yasizlar. Assalomu alaykum, xormalar. Assalomu alaykum. Charchamadinglarmi Ziyoddin aka, Imom aka? Rahmatullohga shukr. Hozir biza birinchi savolim qayoqdamiz aka? Parkent rayoni to'yxona Osiyo to'yxonasining oldidamiz. Osiyo to'yxonasining oldidagi xonadondamiz. Xonadondamiz. Xo'p, aka uchun chiqarib beryapmiz suvni. Bu xonadonga chiqarilayotgan xonadon uchun. Xo'p, birinchi savolim Ziyoddin aka, bu apparatimiz o'zi necha metr chuqurlikdan suv chiqarib bera oladi? 130 metrgacha toshli joylarni qazib bera oladi. 130 metrgacha. Apparatimiz juda ham eng oxiringi takomillashgan apparat, sifati juda ham oliy. Turbalarimiz ham juda baquvvat turba, toshliga mo'ljallangan. Turbalarni ham hurmatli operator ko'rsatib qo'yasizlar. Juda ham baquvvat, sifatli turbalardan foydalanadi. Xo'p, aka, hozir ishni boshlaganingizga necha kun bo'ldi? Mana ikkinchi kun bo'lyapti. 5 metrdan katta tosh boshlangan, mana shunaqa katta toshlarni qazib olamiz. Hozir 18 metr bo'ldi kovlaganimiz. 18 metrgacha kovladik. Katta tosh. Ha, juda katta tosh. Bizni tashuradi unaqa tosh. Ha, mayda-maydalab o'tkazadi. Mana toshi ham mana shu yerda turibdi, ana orqada ham turibdi toshlar maydalangan, suvdan qo'shib chiqadi. Glina bilan qaziladi. Keyingi savolim Ziyoddin aka, o'zi mana Parkent tumani yoki Toshkent shahri, umumiy Toshkent viloyati bo'ylab maksimum necha metrlardan suv chiqadi aka? 80-85 qazilyapti mana shu Parkent mana shu tumanlarda, mana shu joylarda qazilyapti. Eng chuqur qazib suv chiqarib bergan joyingiz necha metr bo'ldi? 120 metr qazidik. 120 metr. 120 metr qazidik ko'proq. 120 metr shuni maksimalni chuqur so'rashuvdi, 120 metr qazib berdik. Lekin o'sha joyda ham 80 metrda suv bor edi. Shunda ham 120 qazib berdik. Temir turbada chiqarib beramiz, plastmassa turbada chiqarib beramiz, u farqi yo'q. Ha, uni sizlar uy egasi bilan dogovorlarga qarab. Dogovorga qarab. Bo'ldi, zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir mana aka to'g'ridan-to'g'ri Parkent tumani Osiyo to'yxonasini ko'pchilik biladi. Yonidagi xonadondan mo'yka uchun chiqaryapmiz. Mo'yka uchun, ha, bu. Mo'yka uchun, mashina, avtomo'yka. Taxminan sizlarning tajribalardan kelib chiqib, bu xonadonimizdan necha metrdan chiqadi? 80. 80larni plan qilyapsizlar. Shu yerdan qaziganmiz, shu ko'p qaziganmiz. Bilasizlar. Bilamiz. Bu arzon apparat emas. Bu quduq chiqarish hammaga ham emas, javob berish, quduq chiqarib suv chiqarib berish hammaga ham emas. Bu akalarim gapiga 100% javob beradi, mehnatini qiladi, ishinglarni 100% bitirib beradi. Xo'p, aka, keyingi savolim, misol uchun toshdan keyin tuproqdan keyin tosh shunaqa aralash chiqaveradi. Aralash chiqaveradi, ha, aralash. Faqat tuproq chiqmaydi. Yo'q. Tosh bo'tdi. Ha, rayon tosh bo'tdida, o'zi asosiy rayon tosh. Keyin Ziyoddin aka pulini dogovor qilayotganinglarda, misol uchun katta tosh chiqsa boshqacha narx, agar yumshoqroq chiqsa boshqacha narx dogovor qilinadi. Chiqsa yumshoqroq, ha, pulni ham kelishtirib beriladi. Qilib beriladi. Shunaqa, xudo xolasa. Bo'ldi. Hurmatli do'stlar, ko'ryapsizlar, Ziyoddin akam, Imom akam boshchiligida to'g'ridan-to'g'ri obyektdan video olib berdik. Like bosib qo'yasizlar, pastda ikkita nomer qoldiraman. Telefon qiladigan bo'lsanglar, pulini bemalol kelishib bo'ladi. Xudo xolasa, insofli, vijdonli insonlar, chunki Parkent tumani, Toshkent viloyati, Toshkent shahri bo'ylab xalqimizga xizmat ko'rsatib yuribdi. Batafsil o'zingizlar dogovor qilib olasizlar, joylarga qarab sizlarga premyer necha metrdan suv chiqishini bular o'zlari tajribadan kelib chiqib tavsiya qiladi. Dogovor qilganlardan keyin temir turbada chiqarasizlarmi yoki plastmassaviy turbada chiqarasizlarmi, uni o'zingizlar maslahatini qilib olasizlar. Bo'ldi, like bosib qo'yasizlar. Shu akalarim xudo xolasa xalq xizmatida yuribdi. Bemalol ishonchli ishiga javob beradi. Telefon qilib, bemalol zakaz qilib, uylardan quduq chiqarib olsanglar bo'ladi.